Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Abduqodir Husanov qachon maydonga qaytishining aniq sanasi e'lon qilindi. Manchester City Premier Liganing 5-turida Arsenal bilan kechgan markaziy uchrashuvda g'alabani qo'ldan chiqarish bilan bir qatorda hamyurtimiz Abduqodir Husanov va Erling Haalandning jarohat olishi qo'shilib ketdi. Shu tariqa Josep Gvardiola bu mavsum boshidan ham jarohatlar bilan bog'liq muammolarga duch keldi va tarkib tanlashda yana tavakkal qilishiga to'g'ri kelmoqda. Sport Plus kanalimiz esa Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan nufuzli manbalardan biri Manchester City News.com sayti eksperti David Tali aniqlagan jamoa o'yinchilarining qachon safga qaytishi haqidagi ma'lumotlarni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etishda davom etadi. Erling Haaland Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola Erling Haaland Arsenalga qarshi bahsda belidan jarohat olganini tasdiqladi. Hujumchi ikkinchi bo'limda o'rnini Nico Gonsalesga bo'shatib berishga to'g'ri kelgan edi. Bosh murabbiy norvegiyalik to'plar tiklanib olganiga qaramay, oxirgi mashg'ulotlarda ishtirok etmaganini ma'lum qildi. Biroq Haaland Byorn bilan bo'ladigan navbatdagi tur uchrashuvida safda bo'ladi. Haalandning maydonga qaytish sanasi 27-sentyabr Byornga qarshi uy uchrashuvida bo'ladi. Abduqodir Husanov yaqinda jarohatidan qutulgan o'zbek futbolchisi Arsenal bilan bo'lgan uchrashuvning tanaffusida majburan zaxiraga olingan edi. Gvardiola Abduqodir navbatdagi 3ta uchrashuvni o'tkazib yuborishiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. Emiratesdagi bahsda raqib futbolchisi Husanovning oyog'ini bosib oldi. Jarohatlangan himoyachi oktyabr oyining boshigacha davolanishiga to'g'ri keladi. Husanovning maydonga qaytish sanasi taxminan 5-oktyabr Brentfordga qarshi safar uchrashuvida bo'ladi deb tasdiqlamoqda Manchester City Extra.co.uk portali. Va bundan tashqari nima bo'lishidan qat'iy nazar, Kelvin jarohatini operatsiya qildirib salomatligini tiklab oldi. Biroq u bir necha mashg'ulotlarda qatnashib, sport formasini ko'tarishi kerak dedi Josep Gvardiola. Kelvin Phillipsning qachon maydonga qaytishi hozircha noaniq bo'lib turibdi. Qadrli do'stlar, ana endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Yaqinda tarqalgan ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni yaqin soatlarda chiqqan ma'lumotlarga qaraganda, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yin tempi, o'yinga moslashuvchanligi va o'yindagi tezliklarni inobatga olgan holda Manchester Cityning bosh murabbiyi Josep Gvardiolaning yordamchilari O'zbekistonga safar qilishni rejalashtirmoqda, ya'ni Jahon chempionati oldidan. Qadrli do'stlar, Jahon chempionatida ishtirok etadigan o'yinchilarimiz Eldor Shomurodov, Oston O'runov, Igor Sergeyev, Abbosbek Fayzullayev va bundan tashqari ko'plab o'zbekistonlik futbolchilarimiz bor. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiolaning yordamchilari tarqatgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak do'stlar, hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevni Bashakshehirdan Manchester Cityga olib o'tish uchun 30 million yevro miqdorida tovon puli to'lashga tayyorligini ma'lum qilingani to'g'risida xabar bermoqda va aynan bu transfer bo'yicha Abduqodir Husanovning xizmati juda ham katta. Chunki aynan Abduqodir Husanov Bashakshehirda o'ynayotgan Abbosbek Fayzullayevni transfer qilish bo'yicha Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiolaga aytgan va aynan bu mavzuni ko'rib chiqamiz degan. Qadrli do'stlar, katta ehtimol Abbosbek Fayzullayev Manchester Cityga o'tishi mumkin. Albatta do'stlar, qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Org'a O'zbekiston, Olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki aynan mana shunday eksklyuziv yangiliklardan bexabar qolmaysiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.